İbn Qayyum Cevziye özünün Menazil Munib degan kitobida 174-177 numurliq abzasda bu haqda to'xtalgan. Abu Samata As-Saqai Al-Ba'id Al-Inkaril Bid'a wal Hawadis degan kitobning 137 va 124 betlarda bu haqda to'xtalgan. Al-Iraqi Tahrij İhya u Ulum Diddin degan kitobning 582 numurliq bölümdə bu haqda so'zlaydi. Shayxul Islom İbn Taymiyya Mecmuatil Fatva degan asrning 138 betlarda bu haqda bu to'g'risidagi hadislarning batil ekanligi, olimlarning birlikka kelganligi bayon qilindi. Shayx Ibn Baz Allah o'ziga rahmat qilsin, Sha'ban oyining o'rtari 15-kuni bo'lganda kechida yig'ilishning hukmida mundaq dedi. Haqiqatan Sha'ban oyining o'rtari 15-kuni bo'lganda kechida yig'ilib namoz o'qish va boshqa ibodatlarni qilish kunduzi ro'za tutish bilan o'tkazish bo'lsa, ko'pchilik ulamolarning qarshida inkor qilingan bid'atlarning jumlasidir va pak shariatda buning hech qanday asosi yo'q. Yana mundaq dedi. Sha'ban oyining o'rtari 15-kuni bo'lganda xos ibodatlarni qilishga buyurilgan sahih hadislar yo'q. Ammo bu mazmunda so'zlangan hadislarning hammasi to'qilma va dinda asli bo'lmagan zaif hadislardan. Bu odatdagi bir kecha bo'lib, bu kechaga xoslashtirib Qur'on o'qish, xos namozlarni o'qish va bir joyga yig'ilib ibodat qilish to'g'ri emas. Ammo ba'zan olimlarning bu kechaning xususiyati to'g'risida degan so'zlari bo'lsa, asosiy numurliq savol 49.675 savol. Kunduzi ro'za tutib kechasi namoz o'qish Alloh taolaga qilgan nafl ibodatlardan bo'lib, bu fazilatli amallarning jumlasidan. Sha'ban oyining o'rtari 15-kuni bo'lganda kechida turib namoz o'qinglar, kunduzda ro'za tutinglar degan hadisning zaif ekanligini bilsakmi, lekin fazilatli amallarni qilish uchun bu hadisga amal qilsak bo'lamdi. Javob: birinchi, Sha'ban oyining o'rtari 15-kuni bo'lganda kechida namoz o'qib, kunduzda ro'za tutishning fazilatlari to'g'risida so'zlangan hadislar fazilatli amallarni qilishga rag'batlantiradigan zaif hadislarning jumlasidir. Zaif hadislarning jumlasidan emas, balki u to'qilma va batil amal qilmaydigan hadislardan. Shuning uchun bu hadislarni qabul qilishga va hukmga amal qilib, fazilatli amallarni qilishda o'ningga qiyos qilib ibodat xarakterlik amallarni qilishga bo'lmaydi. Nurg'un olimlar bu mazmunda so'zlangan hadislarning to'qilma va amal qilmaydigan batil hadislar ekanligiga hukm qildi. Ulardan Ibn Jawziy o'zining Muvzuat to'qilma hadislar degan kitobining 2-tom 440-445 betlarda bu haqda bayon qildi. Ajiz so'zlar ishning to'g'risi bu kechini ma'lum ibodatlarga xos qilish to'g'ri emas. Fatva Islomiya 4-tom 511 bet. Ikkinchi, agar bu hadislarning to'qilma emas, balki zaif ekanligini e'tirof qilgandimi, olimlarning sahih to'g'ri so'zlariga asosan zaif hadislarning garchi fazilatli amallarda bo'lsin yoki rag'batlantirish va ogohlantirish ishlarida bo'lsin, mutlaq qabul qilmaslik, zaif hadislarga amal qilmasimu musulmonlarning amallardan behojat qilgan sahih hadislar nihoyat ko'p. Sha'ban oyining o'rtari 15-kunining kechasi yoki kunduzi biror ibodatga xos qilinish bo'lsa, islom shariatida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning va sahobalarining qarshimi to'lmagan bir ishdir.
Allama Ahmad Shakir mundaq deydi. Hükümlerde ve faziletlik amellerde zayıf hadisler ve şuningdek asossiz hadislarni qabul qilmaslikning hech farqi yo'q. Hech farqi yo'q o'xshash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bayon qilingan sahih yoki hasan bo'lgan hadislardan boshqa hadislar hech qanday kishi uchun hujjat dalil bo'lolmaydi. Al-Ba'sul Sahih 278-bab. Yanmu ortiqcha ma'lumot ilishni maqsad qilsangiz Al-Qulul Munib fi hukmi amali bil hadis az-zaif degan kitobga murojaat qiling. Ishning to'g'risini vallohu alam Alloh o'zi biluvchidir.